Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obyektimiz muhtashamda joylashgan 4 xonali va 3 xonali uyimizda bitta podyezdda joylashgan 4+3. Qani obzorimiz ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yangi obyektimiz muhtasham novostroykamizda joylashgan Orientir Finansoviy institut va Alayskiy rынок. Xo'p, uyimiz 3 xonali uyimiz 3-qavatda joylashgan. 107 umumiy maydon, 3 ta sanuzel bilan. Bu yoqda kirishimiz dekorativ chiroyligini oyna qilingan. O'ng qo'limizda hojatxona va prachniy xona bo'lyapti. Juda ham udobni, ko'chadan kirganda shundoq alohida o'zingizni shaxsiy sanuzelga kirilmaydi. Mana polочкаlar bilan qilingan. Sushilka va stiralniy mashinka qo'yilgan. Xitoy, original Xitoy kafellari va mana bunaqa qimmat mebel qo'yilgan. Hozir polni obzor qilib o'tamiz. Hop, kirishimizda mana bunaqa oshxonamiz, oshxona va zal studiyni bo'lyapti. Chiroyligini qaranglar. Bu hammasi mebel olib keltirilgan Xitoydan, primoy o'zlari egalari. Texnikalarimiz bo'sh. Polni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli lyustralar. Bu yerda unaqa kofe ichadigan joyimiz, bu yerda endi unaqa mehmon kutadigan va o'zi oilaviy o'tiradigan joyimiz. Ko'pchilik shundoq zal qolib ketyapti. Bu yoqda mana bunaqa 107 kvadratga juda ham zo'r planirovka qilingan. U o'zi mebel magazinlarda 20 ming turadi. Ko'rishingiz mumkin polni. Eshiklar ham juda ham chiroyli. Remont sifatli, avtorskiy qilingan. Shkaflari juda ham ko'p. Mana bu ham nimadir qo'ysangiz bo'ladi ichiga. Xo'p, spalniyadan boshlaymiz. Mana qaranglar. Shkaflari potolok polni qilingan, gabraska, hamma pardalar pultli, bemalol ochib yopib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu shkaflarimiz. Polchkali, bemalol ayol kiyimlari va erkak kiyimlari sig'adi va o'zini alohida sanuzellar mana bemalol obmanka shkafga qilingan. Bu yoqda eshik va o'zlari alohida vannalar. Bemalol bekitsa bo'ladi. Bekinib qolsa bo'ladi. Hamma yo'ri reguliruющий теплый pol qilingan va plus o'zlarining radiatorlari ham bor. Plus mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham polni potolok G-obrazniy shkaf qilingan. Mana bu spalnyamiz. Bitta o'zingizga xohishingizga qarab gilam solsangiz, uy shundoq tayyor. Postelniy belo bilan. Bu yerda polni panoramni oyna. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Bu ham hamma mebel olib keltirilgan, siltilmagan. Xitoydan olib keltirdi. Faqat bu yoqda Krashina MDFdan shkaflar qilingan. Xo'p, spalnyamiz tugadi. Mana yana holini ko'rsatib o'taman. Va detskiy bo'lyapti. Detskiydan o'zi alohida sanuzellari bor. Mana dushovoy qo'yilgan bolalar uchun. Juda ham komplektatsiyasi kafellarni qaranglar, juda ham chiroyli, mramorna krujkaga o'xshagan. Keyin kattagina oyna va ikkita kravat deskiga qo'yilgan. Bu yerda ham shu avtomatik pardalarimiz yopiladi, ochiladi. Har xonada konditsionerlarimiz bor. Va bu yerda ham potolok polni shkaflar qilingan. 107 umumiy maydon, Yunusobod rayonida joylashgan. ЖК muhtasham, закрыто охраняемый двор, подземный parking, детский площадкалari bor. Alayskiy rынок Orientir va Finansoviy instituti shunday orqa tomonda joylashgan. Ma'lumot uchun 90 39 64 00. Niyat qilganlarga hammaga unaqa chamgina uy nasib qilsa ilohim. Yoqqan bo'lsa klass bosinglar. Narx bo'yicha описаниеda yozilgan. Xayr, salomat bo'ling.